Assalomu alaykum YouTube obunachilarimiz. Mana bugungi ishimiz zuba frezerni da bo'lyapti. Zuba frezerni stanogimizda juda ham ishlar ko'payib ketib qoldi. Men yog'ligimda shogirdlar ulgura olmay qoldi. Zakazlarni olib tashlabdi bomba qilib. Bu zakazlarni qilib berishimiz kerak. Tezlashtirib. Men keldim o'z yurtimga yana boshladik. Mana zakat ofqalarini shogirdchalar qilib qo'ygan ekan. Bularni hammasini hozir taxlab beramiz. Mana ko'rib turganlaringizda zuba frezerni stanogimizda zub kesish jarayoni ketyapti. Bu tomonda shogirdlarimiz ham ish olib boryapti. To'qirni stanogda